Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan bugungi bo'lib o'tadigan Chempionlar Ligasi o'yinlari haqida gaplashamiz. Bugun soat 9:30 da Napoli Ayntraxtni o'z uyida qabul qiladi. Napoli hozir ajoyib kayfiyatga yetib keldi. Italiya A seriyasida nihoyat birinchi o'ringa ko'tarilib oldi va zichlik hosil bo'ldi. Italiya A seriyasida deyarli 2 ochko ajratib turibdi birinchi o'rin bilan tafovutni. Va Ayntraxt oldingi turda Liverpoolga mag'lubiyatga uchragan edi va bu turda Napoliga safari bor. Napoli bu o'yinga Italiya A seriya peshqadami sifatida yetib kelyapti va katta ehtimol Napoli g'alaba qozonsa kerak bu o'yinda va keyingi o'yin u ham soat 9:30 da bo'lib o'tadi. Juventus o'z maydonida Sportingni qabul qiladi. Juventus hamda Sporting bu tengma-teng raqobat bo'lsa kerak katta ehtimol va ajoyib o'yin tarafdorimiz sizlar bilan Slavia Praga o'z uyida Arsenalni qabul qiladi. Arsenalga oktyabr oyida hech qaysi jamoa gol urishni uddasidan chiqa olmayapti va bu ishni Slavia Praga o'z zimmasiga olsa kerak va nahotki Arsenal gol o'tkazib yuborsa bu o'yinda ko'ramiz. Bu o'yin ham ajoyib qiziq o'yin bo'ladi va keyingi o'yin Chempionlar Ligasida 2 ta tur o'yini bor. Ajoyib o'yin. PSG o'z maydonida dahshatli Bavariyani qabul qiladi. Bavariya bu mavsum 16 o'yindirki hali mag'lubiyat nimaligini bilmay kelyapti va 16 o'yindan beri faqat g'alaba qozonyapti. Bavariya PSJga ancha qiyin bo'ladi. PSJda yo'qotishlar bor. Asosiy o'yinchilar hali safga qaytishga ulgurmagan. Bu o'yinda ham ajoyib bo'lishi kutilmoqda. Va ikkinchi markaziy o'yin Enfieldda bo'ladi. Liverpool o'z maydonida Real Madridni qabul qiladi. Liverpool APLda va nihoyat g'alaba qozonishga erishdi. 7 o'yinlik seriyasini nihoyat yakunladi va g'alaba qozondi. Kayfiyati a'lo ham deb bo'lmaydi. Hozir Liverpoolda asosiy o'yinchilari Isak jarohatda, Alisson hali safga qaytmadi va Realda kayfiyat a'lo darajada. Deyarli asosiy o'yinchilarning barchasi safda. Dani Carvajal endi 3 oy safdan chiqdi. Qolgan o'yinchilardan bemalol foydalansa bo'ladi Xabi Alonso. Bu o'yinda ham ajoyib bo'lishi kutilmoqda. Va keyingi o'yinlarga to'xtalsak, Tottenham o'z maydonida Kopengagenni qabul qiladi. Tottenham g'alaba qozonish uchun imkoniyati bor va bu o'yinda keyingi o'yin Ispaniyada bo'lib o'tadi. Madridning Atletico'si o'z maydonida Unionni qabul qiladi va Atletico katta ustunlik bilan o'tsa kerak bu o'yin. Atletico katta ehtimol bu o'yinda g'alaba qozonsa kerak. Ertaga ham ajoyib o'yinlar bor. Chempionlar Ligasida va markaziy o'yinlar bor. Manchester City o'z maydonida Borussiyaning Dortmundni qabul qiladi va Abduqodir Husanov bu o'yinda maydonga tushishi mumkin. Kengaytirilgan sostavda bor Abduqodir Husanov va Borussiyaning Dortmundida kayfiyati unchalik emas va oldingi turda mag'lubiyatga uchradi. Borussia Dortmund City bo'lsa APLda o'z g'alabasini ilib ketdi va o'zi uchun kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritgan holatda bu o'yinga a'lo darajada yetib kelyapti.
Va yana bir ajoyib markaziy o'yin. Ajax o'z maydonida Turkiyaning Galatasaray klubini qabul qiladi va bu o'yin ham ancha raqobatli va shiddatli o'tishi kutilmoqda. Keyingi o'yin Marsel o'z maydonida Italiyaning Atalanta klubini qabul qiladi va Marsel Fransiya chempionatida raqobatni PSJga topshirib qo'ydi va birinchi o'rinni topshirib qo'ydi PSJga. Chempionlar Ligasida ham o'zi uchun kerakli g'alabalarni qo'lga kiritish kerak va muxlislarning oldida bunga majbur Marsel. Va yana bir markaziy o'yin, o'rta miyona klublarning markaziy o'yini. Newcastle o'z maydonida Atletik Bilbao'ni qabul qiladi o'z maydonida va bu o'yin ham ajoyib bo'lishi kutilmoqda. Qolgan o'yinlarga to'xtalsak, Belgiyaning Brugge klubi o'z maydonida Barselonani qabul qiladi va bu o'yin ham ancha shiddatli bo'lishi, ancha chiroyli o'tishi kutilmoqda. Bu o'yin Barselonaning ustunligida o'tsa kerak, katta ehtimol. Va yana bir markaziy o'yin, Benfica o'z maydonida Bayer Leverkusenni qabul qiladi va bu o'rta miyona klublar orasidagi markaziy o'yin va bu o'yin ham ajoyib o'tadi. Chiroyli va gollarga boy o'tsa kerak bu o'yin. Va sizlar bilan faqat chiroyli o'yin tarafdorimiz. Bugungi beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi va bizni kuzatishda davom eting. Instagram hamda YouTube sahifamizga obuna bo'ling.